Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz samaradorlikka asoslangan rag'batlantirish tizimlari va nizolarni operativ boshqarish mavzusi bo'yicha sizlar bilan ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Ismi-familiyam Eraliyev Halimjon Alimbekovich, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar va tillarni o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri. Mavzuyimiz bo'yicha rejalarimiz quyidagicha. Ta'lim muassasalarida HR menejmentning vazifalari va ahamiyati, zamonaviy pedagogik portreti uning kasbiy va shaxsiy sifatlari, pedagoglarga liderlik va fazilatorlik sifatini shakllantirish, ularni o'z ustida ishlashlari uchun imkoniyatlar yaratishda rahbarning roli. Rejalarimiz shulardan iborat. Albatta, bu rejalarimiz bo'yicha sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Muloqot jarayonida o'qituvchining so'zlaridan suhbatdoshiga nisbatan xayrixohlik, samimiylik, do'stona munosabat, yaxshi kayfiyat sezilib turishi shart. Shuningdek, o'qituvchining mazkur talablariga muvofiq keluvchi qiyofasi uning o'quvchilar kasblari hamda ota-onalar o'rtasida obro'-e'tibor qozonishini ta'minlaydi. Hozirgi sharoitda jamiyatning o'qituvchilik kasbiga nisbatan qo'yayotgan talablari kun sayin ortib bormoqda va bu talablarni amalga to'g'ri tashkil qilish vazifasi o'qituvchiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bu bo'yicha albatta zamonaviy maktab o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak? Bu bo'yicha bir qator vazifalarni bajarishi kerak bo'ladi. Eng avvalo, sinfdagi tarbiya jarayonining tashkilotchisi sifatida, o'qituvchi tarbiyachi sifatida quyidagi talablarni bilishi lozim deb o'ylaymiz. Birinchisi, shaxsni ma'naviy ma'rifiy jihatdan tarbiyalashda milliy uyg'onish, mafkuraviy hamda umuminsoniy boyliklarning mohiyatini bilishi, bolalarni mustaqillik g'oyalariga sodiqlik ruhida tarbiyalashi, o'z vataniga, tabiatga va oilasiga bo'lgan muhabbati, kasbiy bilimlarni puxta bilish bilan birga turli bilimlardan xabardor bo'lishi kerak. O'z kasbi bo'yicha jahon fanida erishayotgan so'nggi yutuqlar, tarbiya texnologiyasi, kompyuter va axborot texnologiyalari, yangiliklardan doimo xabardor bo'lishi kerak. Ta'lim-tarbiya metodikasidan ko'nik va malakalarni oshirib borishi kerak. O'z kasbiga ijodiy yondashishi hamda pedagogik texnika, bunda mantiq, nutq ta'limining ifodali vositalari va pedagogik taktika ega bo'lishi kerak. Shuningdek, ta'lim muassasalarida bugungi kunda yangi tushunchalar paydo bo'layotgani sabab ta'lim menejmenti, ya'ni ta'lim boshqaruvi, ta'limda menejment deb yuritiladi. Bu o'zi nima? Menejment o'zi nima? Biz bunga to'xtalishimiz kerak. Albatta, bu yerda menejmentga turlicha izohlar berilgan. Resurslarni boshqarish, odamlarni boshqarish, foyda olishni bilish, samarali faoliyat olib borish albatta menejment maqsadi va vazifalariga kiradi. Bunda biz aytishimiz mumkin, menejment har qanday jamoani tavsiflash uchun uning belgilovchi alomatlarini ko'rsatishi mumkin. Jamoadagi barcha a'zolar maqsadlarining birligi, ya'ni bular qadriyatli yo'nalishlar bo'lib, jamoadagi shaxslarni birlashtiradi. Rahbarlik boshqaruv organining mavjudligi, ya'ni kimdir rahbarlik vazifasini o'z zimmasiga olishi lozimligi. Intizom, ya'ni mazkur jamoa uchun qabul qilingan xulq-atvor normalarni bajarishi. Boshqaruvning iqtisodiy usuli, ya'ni boshqaruvning iqtisodiy usuli aytishimiz mumkin, boshqaruvning iqtisodiy usullari iqtisodiy manfaatlar foydalanishiga asoslanadi. Manfaatlardan foydalanishga asos. Zero har qanday jamiyatning iqtisodiy munosabatlari eng avvalo manfaatlarda namoyon bo'ladi. Jamoa, shaxsiy, umumjamiyat, ya'ni manfaatlar
Shu bo'yicha shu manfaatlar shu 3 ta tushunchaga asoslanishi mumkin. Boshqarishning sotsial ruhiy usuli quyidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan. Albatta bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana ko'pchilik jamiyati sotsial hamda odamlarni o'z mehnatdan tanlangan mutaxassisligi va kasbdan qoniqishi uchun ishlab chiqarish samaradorligini va ish sifatini oshirish uchun sharoitlarni yaratish bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Albatta samarali boshqaruvda o'qituvchiga shart-sharoit yaratishda aytishimiz mumkin. Boshqarishdan maqsad nima? Boshqarishdan maqsad ta'lim muassasasi zamonaviy maktabni shakllantirishda, zamonaviy maktabda zamonaviy pedagog xodimni shakllantirishda unga shart-sharoitlar yaratish hamda uni qoniqish hosil qilish uchun maktabdagi faoliyatidan kelib chiqib unga yengilliklar yaratish hamda motivatsiya, ruhiy dalda berish, rag'batlantirish orqali shakllanishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz qisqacha albatta sizlarga taqdim etdim. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Telegram kanallarimda yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.